Mana bu ko'rib turgan narsalar trendga chiqayotgan bambuki panel hisoblanadi. Buni qalinligi 0,5 santimetr. Hozir ishlatish, yopishtirish jarayoni ketyapti. Mana Abdulhalil yopishtiryapti. Ya'ni bunga orqasiga kile surkab turib, buni orqasiga kile surkab turib, undan keyin yopishtiriladi. Mana bunday montajni kileda yopishtiriladi. Ko'rib turibsizlar. Bu kilemiz nomi Ultra Fix montajni kile. Juda mustahkam, ishonchli. Do'stlar, qaranglar, hozir mana bu yerga polni xonaga yopishtirilgan. Ko'rib o'zinglar bir baho beringlar. Qanaqa holatda bitgan ekan bu yerimiz. Xonamiz eni 4 metr, uzunligi bo'lsa 7,5 metr, balandligi 280 santimetrlik xonamiz. Demak, bu xonamizni rasxodiga 110 ming so'm atrofida rasxodi bo'lgan, haqidan tashqari. Panelimizni qulayliklari yopishtirishlik oson va tez bo'ladi. Narxi ham arzon tushadi. Do'stlar, sizlarga qaysi biri ma'qul? Aboymi, podkraskami, attachentomi yoki panelmi? Kimga qaysi yoqsa, izohlarda o'z fikrlaringizni qoldirib ketinglar. Sizlar bilan men Kamina Sirojbek. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.